Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga ayollarda yuz yoki boshqa sohalarda tuklarning paydo bo'lishi va uning sabablari xususida gapirib o'taman. Demak, boshladik. Avvalambor, har bir odamning yuzida tuklar mavjud, biroq kimdadir ular juda nozik va deyarli ko'rinmas bo'lsa, boshqalarda esa zich va qalin bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 30% ayollarda yuzdagi tuklar muammosi mavjud. Ko'pincha tuklar yuqori lablar ustida joylashgan sohani keng qamrab oladi. Shuningdek, yanoqlar va iyakda mavjud bo'ladi. Bu esa juda benur ko'rinadi. Ushbu qiyinchilikka duch kelgan ayollar yuzdagi tuklarni yo'qotish usullarini intensiv ravishda izlay boshlashadi. Yuzdagi keraksiz soch tolalarini yo'qotish usullarini qidira boshlashdan avval ushbu noxush hodisani keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan sabablar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Demak, ular quyidagilardan iborat, ya'ni menopauzaning boshlanishi. Homiladorlik paytida ham bo'lishi mumkin. Tez-tez stressli vaziyatlar bunga sabab bo'ladi. Balog'at yoshida, og'ir va uzoq davom etgan kasallik borligida, irsiy moyillik, gormonal kontratseptivlarni uzoq vaqt qo'llash, ayol organizmida ortiqcha miqdorda erkak gormonlari mavjudligi. Odatda yuzdagi tuklar ko'proq qora sochli xonimlarda yaqqol seziladi, chunki sariq sochlilarda tuklar rangsiz va ingichkaligi tufayli deyarli ko'zga tashlanmaydi. Aynan yuzdagi tuklar o'sishining tezlashishiga kelsak, bu hodisa inson organizmida yuzaga keladigan ma'lum gormonal buzilishlar bilan bog'liq. Shuning uchun agar yuzda to'satdan tuklar juda qalinlasha boshlasa, sezilarli bo'lib qolsa va ularni yo'qotish qiyinlashsa, shifokor tekshiruvlardan o'tish kerak. Zarur bo'lsa, mutaxassis davolanish kursini belgilaydi. Shundan keyin ortiqcha tuklar muammosi yo'qoladi. Bugungi kunda juda ko'p turli xil yuzda tuklar yo'qotish usullari mavjud. Shu tufayli eng qulay va kamroq og'riqli usul tanlashning imkoniyatlari ham mavjud. Birinchi navbatda lazerli epilyatsiya eng samarali va ta'sirli usul hisoblanadi. Lazer nurlarining ta'siri ostida nafaqat sochlarning to'kilishi, balki soch follikulini yo'q qilish ham ro'y beradi. Biroq bunday amaliyotlardan keyin baribir biroz soch ildizlari qoladi. Bir necha hafta o'tgach ular yana faollashadi va yuzda yana tuklar paydo bo'la boshlaydi. Bunday holatda takroriy muolaja bajariladi. Yuz tuklari muammosini batamom hal qilish uchun kosmetologga taxminan 5-8 marta tashrif buyuriladi. Bunday amaliyot narxi muolaja o'tkaziladigan soha kattaligiga qarab belgilanadi va bir marta uchun 50 ming 80 ming so'm atrofida o'zgarib turishi mumkin. Keyingisi fotoepilyatsiya. Bu jarayon davomida issiqlik va yorug'lik ta'siri yordamida soch follikulalarini tezda yo'q qilinishi sodir bo'ladi. Ushbu usulning asosiy afzalliklari universallikdir, chunki u tananing turli qismlariga ishlov berishga mo'ljallangan. Shuningdek, yuqori samaradorlik va noinvazivlikka ega. Fotoepilyatsiya yordamida har qanday rangdagi tuklarni, hatto juda qalinlardan ham qutulsa bo'ladi. Har qanday rangdagi terida o'zgarish uchun mos keladi. Biroq ortiqcha tuklar muammosidan to'liq va doimiy ravishda xalos bo'lish uchun 1 yil sarflashingiz kerak bo'ladi. Ushbu muolajaning narxi taxminan 250-300 ming so'm atrofida bo'ladi. Elektropilatsiya sochni yo'q qilish elektr toki ta'siri ostida o'tkaziladi. Bunday muolajani uy sharoitida ham amalga oshirish mumkin. Shunchaki maxsus apparat xarid qilish yetarli, ammo salonda o'tkazilgan muolaja natijasi kafolatlangan bo'ladi. Yuzdagi tuklarni butunlay yo'q qilish uchun taxminan 6 oy vaqt ketadi. Bitta muolaja qiymati 1 daqiqasi taxminan 200-300 so'mni tashkil qilishi mumkin. Ya'ni 2000-3000 so'm. Bitta soch tolasiga ishlov berish 30 soniya davom etadi. Yuzdagi tuklarni uy sharoitida yo'qotish. Ya'ni ushbu usul ham mavjud. Birinchi navbatda bu terish hisoblanadi. Bu usulni kosmetologlar tavsiya etishadi, ammo bu jarayon davomida soch follikulalari betartib va kuchli jarohatlanadi, ammo ular butunlay yo'q qilinmaydi va bir muncha vaqtdan keyin yana tuk o'sa boshlaydi. Ushbu usulning asosiy kamchiliklaridan biri terining juda ko'p ta'sirlanishi va qizarishidir. Bundan tashqari bu usul juda og'riqli va juda yoqimsiz hislarni keltirib chiqaradi. Ushbu uslubni tez-tez qo'llash natijasida sochlar qalinlasha boshlaydi va ularning o'sishi, faollashishi xavfi mavjud. Buni faqat bir nechta alohida tuklarni yo'qotish kerak bo'lsagina o'tkazish tavsiya etiladi.
Keyingi usul qirib tashlash. Ko'pincha mo'ylovlardan tezda qutulish kerak bo'lganda foydalaniladi. Ushbu uslubning asosiy kamchiligi shundan iboratki, qirib tashlash natijasida tuklar ko'proq sezilarli bo'lib qoladi. Tolalarning bo'linishi sodir bo'ladi va ular ancha qalinlashadi. Agar bu usulni bir marta ishlatsa, har kuni unga murojaat qilish kerak bo'lib qolishi mumkin. Bundan tashqari kuchli teri ta'sirlanishi va toshma toshishi ehtimolligi mavjud. Keyingi usulimiz esa shuguring yoki epilyatsiya. Ortiqcha tuklarni bartaraf etishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Soch ildizi bilan to'liq olib tashlanadi. Bu soch o'sishi sekinlashuvini ta'minlaydi va o'sadigan tuklar juda nozik va deyarli ko'rinmas bo'lib qoladi. Ushbu muolaja uchun 2 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiqi limon kislotasi va 1 osh qoshiq suv kerak bo'ladi. Hammasi juda past olovga qo'yib, muntazam aralashtirib turiladi. Aralashma sarg'ish tus olgach, uni sinashni boshlang. Bir tomchi aralashma olib, uni sovuqroq qoshiqqa qo'ying. So'ng barmoq uchini tekizing. Agar u yopishib cho'zilsa, demak vosita hali tayyor emas. Vosita kerakli holatga kelgach, uni olib barmoqlar yordamida sharcha yasang. So'ng soch o'sish yo'nalishiga qarshi qilib qo'ying. Biroz kutib, soch o'sishi yo'nalishi bo'ylab torting. Muolajadan keyin yuz qizarishi mumkin, biroq u tezda o'tib ketadi. Keyingi usul mumli epilyatsiya. Bu muolajani amalga oshirish uchun maxsus kosmetik mum, ya'ni plastinka yoki tabletka shaklida ishlab chiqariladi. Demak, o'shalar kerak bo'ladi. Afzalliklar qatorida natijaning davomiyligi mavjud, biroq asosiy kamchiligi mavjudligi tuklarni yo'qotish faqatgina ularning uzunligi 5 mm dan kam bo'lmasagina amalga oshadi. Yuzdagi tuklardan xalos bo'lish uchun tez-tez qo'llaniladi. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.